Germaniyalik olimlar tomonidan juda ham bir qiziq tajriba o'tkazilgan. Ya'ni zefir tajribasi desak ham bo'ladi buni. Bolalarga bittadan zefir yeyishni tavsiya qilishgan. Va agar bu zefirni hozir yeyishsa, hozir yeyishdi bo'ldi. Agar kamida 1-2 soat kutishsa, ikkita zefir yeyishligi mumkinligini tavsiya qilishgan. Va tajribada 20 tadan oshiq bola qatnashgan. Bir 15 ta bola zefirni olgan zahoti yeb qo'ygan. 5 ta bola esa 2 soat vaqtni kutgan. Ya'ni zefir ikkitaga ko'payishini kutgan. Endi buni tajribani ancha yillar o'tgandan keyin shu bolalarni topib, yana bu bolalar qanchalik muvaffaqiyatga erishdi, qanchalik hayotda o'z o'rnini topdi, juda ham qiziq bo'lgan bu olimlarga va shu insonlarni topishgan. Shu 5 ta 2 soat kutgan bolalar juda ham katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Shu sababli qissadan qissa bolalarimizga sabr qilishni, o'z vaqtida nafsni jilovlashni biz o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Agar inson nafsini jilovlay olsa, juda ham ko'p hayotda katta yutuq va natijalarga любой sohada erishadi.